Diqqat, ajoyib yangilik. Endi turmush qurish uchun yoshlarga davlat pul to'laydi. Bugungi videoda shu haqida batafsil. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Bugungi kunda mamlakatdagi nikohlarning qarib 40% 18-19 yoshda. Endi yosh oilalar agar ikkala turmush o'rtog'i 21 yoshdan keyin birinchi turmush qursa, qo'shimcha imtiyozlar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rishadi. Bundan tashqari 2026-2027 o'quv yilidan boshlab homilador talabalar va 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bo'lgan talabalar o'qishni davom ettirishlari mumkin. Ularga ikkinchi imkoniyat beriladi, deyiladi xabarda. Ushbu videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'yishlikni unutmang. Ha aytgancha, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.